Kecha gapirgan gapini oldi. Agar o'zgarish qilmasa, men sizlarni oldinga aytayapman. Bir oyda buni ham ishdan olaman. Menga bunaqa moliya kerak emas. Hammasini haydaydi moliyada o'tirgandagi. Bitta Astrogorskiy degan qani olishibdi rais. Qani mo'g'inlaring sen? Usmonov san ham tur. Men mutlaqo noroziman. Butun elda oldida aytayapman. 3 oyda ichida hamma 4 ta o'nga ham ishdan olaman. 3 marta olib tashlayman. Yangi bolalar odamlar qo'yaman. Mana ko'ryapsizlar, yangi vazirlar qo'yapmiz. Bu yil ko'rasizlar, yana ko'p vazirlarni ishdan olaman. Xalq menga ishonib qo'ydimi? Prezidentning vakili birinchi rayonda, shaharda, viloyatda u odamni aytganini xohlasalaring ham, xohlamaslaring ham qilishlaring shart. Prezidentning vakolatiga kirayotgan kadrlarni bironta tergov idorasi chaqirsa, o'sha kuni jinoiy javobgarlikka tortaman o'zim shaxsan. Ana shuni hamma bilinglar. Fevraldan hamma elchixonani yopaman. Hamma elchixonani yopaman. Kelib mana shu tarzga munosib bo'lsalaring borib elchi bo'lasizlar. Bo'lmasa menga kerak emas. Yangi elchilarni qo'yaman. Charchaganlaring yo'qmi? Yo charchatlaringmi? Charchagan bo'lsa tanaffus. Rostini aytinglar.